Assalomu alaykum. Kernel grafik kuzatuvchilari. Bugun Python bo'yicha birinchi darsimizni boshlaymiz. O'tgan dars esinglarda bo'lsa, Pythonga kirish qilgandik va PyCharmni qanday o'rnatish bo'yicha tushuntirgandim. Hozir esa men PyCharmni ochib olganman. PyCharmda birinchi dars Python faylni ochamiz. Bu yerdan buni mishka o'ng tomonini bosasiz. Bu yerda newdan Python faylni bosasiz. Bu yerda nomini kiritasiz. Nomini kirib enter deb bossangiz bo'ldi. O'sha Python fayl ochadi avtomatik. Bugungi darsimizda nimalarni o'rganamiz? Hozir bir qator yozib olamiz nimalarni o'rganish bo'yicha va keyin u bo'yicha amaliyotlar qilamiz. Qani ketdik. Bismillahirrohmanirrohim. Birinchi yozadigan narsamiz bu input. Ma'lumot kiritish. Inputda faqat foydalanuvchi ma'lumot kiritadi. Keyin print. Bu esa ma'lumot chiqaradi. Ma'lumot chiqaradi. Buni hozircha shunaqa deb tushunib turing. Ma'lumot kiritish va ma'lumot chiqaradi. Buni amaliyotda tushunib olasiz. Keyingi o'zgaruvchi deb yozamiz. Bu o'zida ma'lumot saqlaydi. Ma'lumot saqlaydi. Keyin integer bor. Bu butun son qabul qiladi. Bu butun sonlar qabul qiladi. Butun sondan keyin kasr son keladi. Bu float. Bu kasr son qabul qiladi. Kasr sonlar qabul qiladi va yana qo'shimcha yozib ketish kerak. Kasr sonlar hamda butun sonlar ham qabul qiladi. Butun sonlar ham qabul qiladi. Keyingisi esa string bo'ladi. String shunday yozamiz mayli. String esa harflar qabul qiladi deylik. Harflar qabul qiladi. Yana nima qoldi? Menimcha hozircha bo'ldi. Endi amaliyotga o'tamiz. Masalan, o'zgaruvchi ochaman. Olma degan. Bunda hozir shu o'zgaruvchi ochdim va bu yerga int qilaman. Hozir birinchi int bilan integer bilan float tushuntirib ketaman. Masalan, olma 5 qilsak va bu yerda mana ma'lumot chiqarish deganni yozaman. Print. Bu ma'lumot chiqaradi. Print type yozaman va olma degan o'zgaruvchi nomimizni yozamiz. Bu hozir o'zgaruvchi o'zida 5 ni saqlayapti. Mana o'zgaruvchi ma'lumot saqlaydi deb yozganmiz. Demak, olma degan o'zgaruvchi 5 raqamini saqlayapti. Biz esa olma deb yozsak, u 5 ni olib keladi. Biz hozir nimani ko'ryapmiz? Uni type'ini ko'ryapmiz. Bu hozir integer, int deb chiqishi kerak. Mana bu klassimiz int deb yozilgan. Bu o'zi avtomatik int deb oladi. Bunga biz alohida int deb yozishimiz shart emas. Int deb chiqyapti. Alohida intga olishimiz shart emas. Python o'zi avtomatik intligini o'zi bilib oladi. Keyin 5 u 15 qilamiz. 5 u 15 qilsak, u float deb chiqadi. Bu float bo'ladi, chunki bu kasr son. Kasr sonligi uchun avtomatik o'zi o'zgaruvchini o'zi bilib oladi. Pythonda o'zi o'zgaruvchi olsak, uni boshqa masalan C++ yoki boshqa murakkab tillarda uni o'zimiz berib ketishimiz kerak.
bu integermi yoki kasr sonmi, floatmi yoki stringmi nimaligini yozib ketishimiz kerak. U o'sha dasturlash tillarida. Pythonda esa uni yozishimiz shart emas. O'zi Pythonni o'zi bilib oladi. Eng zo'r taraflari shu bo'ldi Pythonda. String yozib beramiz endi. Stringga olma deymiz. Yana bitta olma deb yozsak, bu string deb chiqadi. Shu qo'sh tirnoq ichida ma'lumot yozsak, u string bo'ladi. String deb tanib oladi va string deb chiqadi. Avtomatik string bo'ladi bu. Demak, tushunib oldik. Integer nima, float nima, string nima. Demak, tushunib olgan bo'lsak, davom etamiz. Int bu yerda nimaga masalan sizlar aytishinglar mumkin, Python o'zi bilib olar ekan-ku o'zgaruvchi intligini yoki floatligini nimaga aynan int deb yozyapmiz hozir deyishingiz mumkin. Bunga hozir o'zingiz javobini topib olasiz yoki oxirida o'zim aytaman hozir. Input olma narxini kiriting. Olma narxini kiriting deb yozaylik. Narxini kiriting. Bu yerda nima qildik? Int deb yozdik. Integer input ma'lumot kiritish. Bu ma'lumot kiritishni so'raydi. Biz hozir endi price deymiz. Price bu narx hisoblanadi. Narxi, olmaning narxini so'raymiz. Int yozamiz. Input yana ma'lumot kiritishini so'raymiz va olmaning narxini kiriting. Yoki narxni kiriting. Bu yerda price deb yozmaymiz. Narxni yozdik-ku aytgancha. Qancha olganligini, olingan. Int. Adashib ketdim, uzr. Necha kilo oldingiz? Necha kilogram oldingiz? Endi buni hisob kitob qilishimiz kerak. Bu yerda yangi o'zgaruvchi yozamiz hisob deb va olmani ko'paytirib qo'yamiz olinganga. Endi bu yerda type'ni o'chirib olamiz. Buni ham o'chirib olamiz. Va f-string nimaligini tushuntirmadim. F-string bu ma'lumotimizni chiroyli chiqarib berish uchun xizmat qiladi. Bu yerda nima deb yozamiz? Olinganni kiritamiz birinchi. Shuncha kilogram olmangizni jami narxi deb turib hisobni yozamiz. Hisob so'm deymiz va ishlatamiz. Bu yerda mana ma'lumot kiritishni so'rayapti. Narxini kiriting. Mana yozganimiz narxini kiriting. Bu degani bu input ma'lumot kiritish ma'nosini bildiradi. Narxini kiriting. Masalan 5000 so'm. Olma 5000 so'm. Necha kilogram oldingiz? 5 kilo oldik. Va 5 kilogram olmangizning jami narxi 25000 so'm. Bu yerda f-stringni nima ish bajarayotganini, masalan 5 kilogram, bu yerda mana 5 yozmagandik, lekin bu olingan o'zgaruvchi ma'lumot saqlayapti o'zida. Qanaqa ma'lumot? Masalan biz hozir 5 kiritdik va 5 kiritganimizdan keyin avtomatik shu o'zgaruvchida 5 ma'lumot saqlanadi. Bu yerda hozir 5 ma'lumoti turibdi. Mana 5 yozib qo'yamiz. Bu o'zgaruvchida 5 ma'lumot saqlanib turibdi. Bu yerda esa 5000 saqlanib turibdi. 5000 saqlanib turibdi. Bu o'zgaruvchida esa 25000 saqlanib turibdi. Bizga ko'rinmaydi, lekin bu o'sha tezkor xotirada saqlanib turibdi bu narsa, bu narxlar. Masalan, ma'lumotlar desak bo'ladi, ma'lumotlar. Va o'sha ma'lumotni biz olyapmiz, olingan. Bunda 5 turibdi va hisobda 25000 ma'lumot saqlangan va uni hisob deb yozsak, o'zi o'sha
hisobdagi saqlangan ma'lumot olib kelib beradi va uni f-string chiroyli qilib chiqarib beradi bu yerda. Agar f-string bo'lmasa, biz shunaqa kaoslar ochib, chiroyli formatda chiqarib bera olmaymiz. F-string bo'lmasa. 5 kilogramm olmangiz jami narxi. Endi nega int deb yozdik? Shu savolga endi javob beraman. Int deb yozganim sababi narxini kiriting. Masalan, 3300. Hozir bu xato beradi. Nega xato beradi? Chunki biz float kiritdik. Integer emas, integer faqat butun sonlar qabul qiladi-yu. Lekin biz butun son kiritmadik, 3300 son. Float kasr son kiritdik. Shuning uchun bu xato beradi. Endi hozir bu yerda float deb yozsak, xato bermaydi inshaalloh. Float deb yozsak, endi qaytadan run qilib turib, endi 3300 so'm kiritsak, 3300 so'm keyingisiga o'tadi. Chunki biz to'g'ri ma'lumot kiritdik. Chunki biz float deb yozganmiz va kasr son kiritdik. Lekin hozir 3300 sonda butun songa kiritib ko'ramiz, lekin xato bermaydi butun sonda. 3000. Keyingisiga o'taveradi. Chunki float butun son ham qabul qiladi. Lekin uni kasr songa aylantirib oladi u o'zi. Keyin necha kilogramm oldingiz, lekin bunda hozir int bo'lib turibdi. Bu faqat hozir butun son qabul qiladi. 5 kilogramm oldim. Bu yerda mana tochkadan keyin 0 bor. Chunki biz boshida 3000 kiritganimizni u floatga aylantirib olgan o'zi. Biz butun son kiritsak ham u o'zida qanaqa saqlayapti? Hozir yozib beraman. U o'zida 3000.0 shunaqa holatda saqlayapti u hozir. O'zini shu o'zgaruvchida 3000 qilib o'zi floatga aylantirib olgan. Biz butun son kiritganmiz, lekin u o'zi kasr songa aylantirib olgan. Bular bo'yicha tushundingiz degan umiddaman inshaalloh. Endi arifmetik amallarga o'tamiz. Keyingi o'rganadigan narsamiz bu arifmetik amallar. Arifmetik amallar. Bular qanaqa bo'ladi? Bilganingizdek, plus, minus, ko'paytiruv, qo'shish deb yozamiz. Qo'shish. Bu hamma biladi, plus bo'ladi. Kommentar qilish bu control slash bo'ladi. Control slashni bossangiz kommentariyaga oladi. Bu o'zi osonlik qiladi. Masalan, siz kod yozyapsiz, qaysidir joyda kodni yaxshi tushunmayapsiz. Bunda o'sha kommentariya yozib, nima ish qilayotganini yozib ketishingiz mumkin. Masalan, men bu yerda mana boshqa yana keyingi masalalarda kommentariya to'g'ri yozishni ham ko'rsatib ketaman inshaalloh. Keyin ayirish minus bo'ladi. Ko'paytirish bu yulduzcha bo'ladi. Yulduzcha bo'lish bunday bo'ladi. Ikki xil bo'lish va ikki xil, uch xil bo'lishlar bor. Hozir butunga bo'lish bor. Butunga bo'lishda ikkita bo'ladi. Hozir bularni ham amaliyotda tushuntirib ketaman. Keyingisi qoldig'ini chiqarish. Qoldiqni aniqlash deb yozaylik. Qoldiqni aniqlash bu foizda bo'ladi. Bularni endi misollar ishlab ketamiz. Masalan, o'zgaruvchi ochamiz. A degan o'zgaruvchi ochamiz. Bunga 10 kiritamiz. B degan o'zgaruvchi ochamiz. Bunga esa 25 kiritaylik. 5. Print A plus B. Bu 15 chiqarish kerak. Chunki biz qo'shish arifmetik amalini ishladik. Endi buni Ctrl C qilib copy qilib turib kommentarga olib qo'yaman. Xalaqit bermaslik uchun. Chunki hozir yangi misol ishlasam, bu ham ishlaydi va chalkashlik olib keladi. O'shaning uchun kommentarga olib qo'yish kerak. Keyingisi minusini ishlaymiz. Minus arifmetik amali bunda 5 qoladi. Minus qo'yardi o'zi. Buni ham kommentarga olib qo'yaman.
Keyingisini ishlaymiz. Keyingisi bu plus ishladi, minus ishladi. Endi ko'paytirish. Buni ko'paytirib qo'yamiz. Ko'paytirib qo'ysak 50. Uje to'g'ri ishlayapti. Bu aniq ishlaydi. To'g'ri ishlashi aniq. Keyingisi buni kommentariy olib qo'yaman. Endi qaysinga keldi? Bu butunlay bo'lish. Buni hozir tushuntiraman. Bunda masalan 3 kiritsak to'g'ri tushunamiz bundan hozir. Qayta ishlash. Bunda masalan u qoldig'ini chiqarmaydi. Masalan, o'zi aslida 3 dan 3 ta chiqish kerak. 10 da ichida 3 dan 3 ta va bitta qoldiq qolish kerak. Lekin bu aynan shu belgi 10 da bo'ladi. 10 da bo'ladi, nechiga chiqsa ham. Masalan 3 3 3 3 3 3 bo'lib ketaveradi. Bunda agar yana bitta qo'yib qo'ysak, bundan ikkita slash qo'yadigan bo'lsak, 3 dan 3 chiqadi va bitta qoldiq qolyapti. Bu yerda hozir bitta qoldiq bor. Bu yerda qoldig'ini chiqarmaydi, lekin o'sha sondan nechta chiqishligini chiqarib beradi bu. Va qoldig'ini chiqarish, buni ham hozir ishlaymiz. Bunday qilib qo'yamiz buni. Buni tashlab turib, buni qilib qo'yamiz. Bu nechta butun son chiqishini chiqarib beradi. Bu hozir 3 edi-ku bu. Butun mana 3 ta butun son chiqadi. Buni ham kommentariy olib qo'yaman. Keyingisini 3 va bu yerda foiz belgisi. Bu esa bir qoldiqni chiqarib beradi. Bu faqat qoldig'ini hisoblab beradi. Bu 10 da 3 ga bo'lsa 3 tadan 3 ta chiqadi va bir qoldiq qoladi. Bu foiz belgisi esa faqat qoldig'ini chiqarib beradi. Bu esa butunini chiqarib beradi. Nechta butun chiqishini. Bu esa bu bitta slash esa nechga bo'linsa o'sha bo'lib beradi. Qoldiqmi, qoldiq emasmi, unga farqi yo'q. Bunga esa faqat butun bo'linganlar chiqarib beradi, ikkita slash bo'lsa. Foiz belgisi qoldig'ini chiqarib beradi faqat. Va bugungi darsimiz tugadi. Inshaalloh o'rgangan narsalarimiz bu arifmetik amallarni ishlatish misollarda, keyin esa input ma'lumot kiritish, print ishladik, ma'lumot chiqaradi, o'zgaruvchi ma'lumot o'zida saqlaydi, integer butun sonlar qabul qiladi, float kasr sonlar qabul qiladi hamda butun sonlar ham qabul qiladi. String bu harflar qabul qiladi. Va ishlagan misolimiz menda YouTube'da tagida Telegram kanalimni joylab qo'yaman. Unda bugungi mavzu bo'yicha har bittasiga ikkitadan misollar bor. Aynan shu arifmetik amallar bo'yicha ikkitadan misol bor. Bu misollar ichida o'sha input, print, o'zgaruvchilar, integerlar bor. O'tib ishlashingiz mumkin. Telegram kanalimga o'tsangiz tayyor tashlab qo'yganman uyiga vazifa masalalarni. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha inshaalloh video yoqqan bo'lsa like bosing, savollar bo'lsa kommentariyada qoldiring yoki Telegramda ham gruppamiz bor, unda ham savollar berishingiz mumkin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.